Sizlarni rahbaringiz kim edi? Muhabbat opang. Yaxshi ko'rasizlarmi? Qarab, Muhabbat opang endi sizlarni katta sinflarga kuzatib qo'yapti. 4 yil davomida o'zining mehnati bilan sizlarni o'qitdi, savodli qildi, tarbiyaladi, bor kuchi bilan qanchalik mehnat singi sizlar 4 yil sinfgacha. Yaxshi ko'rasizlarmi Muhabbat opang? Endi ishlarga rivojlanamiz. Bundan buyon sentyabrda yana birinchi sinfga oladi sizlar o'xshagan yig'ijaq o'quvchilar. Xudo xolasa mana shuna 4-bu sinf maktabda eng yaxshi sinflardan biri bo'lib chiqdi. A'lochilar ko'p bu sinfda, yana maktabda eng ko'p o'quvchilar ham 4-bu sinf soni bo'yicha. Shu Muhabbat opam davridan qanday tartibli, qanday yaxshi o'qigan bo'lsam, katta 5-sinfga o'tganda shu o'qishni, shu tartibni, shu tarbiyani nima qilamiz? Davom etamiz. Mana ko'p yaxshi a'lo o'qigan o'quvchilar nimaga ixtisos maktablarga, prezident maktablariga, Al-Xorazmiy maktablariga, Jasorat maktablariga hujjat topshirishda. Shu ishlaringizda, shu o'qishlaringizda sizlar muvaffaqiyat. Sizlar qanchalik yaxshi o'qishlarga kirsanglar, Muhabbat opam sizlardan xursand bo'ladi. Maktabda katta obro' e'tiborga ega bo'lasiz. Hamma vaqt shu hayotda o'z muvaffaqiyatlariga erishganda birinchi o'rinda kimni esga olib qo'yamiz? Ustozimizni. Birinchi ustozimizni. Ishlaringizda rivoj, eng yaxshi o'quvchilari hozir Muhabbat opam o'zlari tarbiyasi qarab mana faxriy yordamlar bilan Satınbay 5-sinflardan yaxshi o'qiyapti. Yerderdi. Satınbay Şadlik. Satınbay Məşhur Taşmanov Ayşe Muminova. Kata alım lazım. Emercanlı kızı bu Taşkent'e beraber. Tabii ki. Demergen Kuşnutbek. Tabii ki. Adamlar
Orhanbayev. Usmonbek. Medalni nasib kelmabsan. Her yere aldı çıkardınız. Tebrikiniz. Jo'shqinbek yapdi. So'g'inlarda har birinchi oktyabrda har mayda kimni eslash kerak ekan ustozim. Katta o'qishlarga kelsang, seni prezident maktabiga kerakda ketib o'qiymiz. 15-maktabni davom etmanda ketibman. Har birinchi oktyabrda ustozingga rahmat aytib ketasan. Tushunarlimi? Navalarni o'qituvchi sifatida. Qadriyat Jo'shqinbek. Charchaganni kelishmang. Fatima opa, aytdim. O'zini o'qishlarga shu o'qishlarga. Qadam Ulug'bek. Qadam Ulug'bek. Tabriklaymiz. O'qishlarga. Amra Nazarova Munisa va sinfdoshimiz vaqtqani. Rajab Kirengan. Oy, nasıl oldu sana? Urushga qatnashaylikda. Aytbayeva Mehrnisa. Bitirecekler. Aytbayeva Mehrnisa. Tabriklaymiz. 5-sınıflardan keyingi sınıflarni faqat Alloh baxar. Jamoliddin Usmonbek. Jamoliddin, meni katta yordamchim bu qaror bo'yicha. O'qishingga muvaffaqiyat. Xayrova Sarina. Xorazmiymi? Yo'q, prezident Al-Xorazmiy. Молодец. Xayrova. Nima bu? Zarina. Sinfdoshi. Tarbiyamiz. Hava. Habibullayeva Zilola. Habibullayeva Zilola. Shamla Maxtubova. Nurulloyev Salahiddin. Faxrli iyodi. Nurulloyev Salahiddin. So'rganmi? Hava. 29-dan. Tabriklaymiz. Faqat 5 Hasan Usmonbek. Hava. Tartibli. Kim edi bu? Usmonbek. Hasan Usmonbek. Ruslanbek. Sinfdoshimiz chiqa. Enang safarga havo shu. Rahmatullayeva Mashura. Nadirbek nikasi. 8 buni yaxshi biladi bu. 8 buni o'qitgan. O'qitib o'tgan, mengisini oyoqqa olasiz. Singisimi? Ha. Nadirbek ham yaxshi o'qiydi. Ahmadova Zarina. Qani shu Ahmadova? Chaqqan qizlar bilinganlarda, balli qizlarda. Tabriklayman. Xudoga shukr va Gulsanam. Xudoga shukr va Gulsanam. 29-dan kelgan. Sherikboyeva Mubina. Zilolani kasbi. Sherikboyeva молодец. Hava. Prezidentga topshirdim, qaysini topshirdim? Onajonim maktabiga. Bizlarga o'qiydilar. Toshbayev Jamshid. Apasini tashlab ketolmaydi. Yarim bolasi bor. Qaysini keladi? O'zlarimizda ishlaydi. Bitta boshlaysan, bitta sizmi? Ana. Nigaron ko'rinolmaydi. Oybek Sanjarbek. Kichik sig'maydi ichine. Yomon emas, shu otdan gapga kirib qo'yadi. Jamshid unda deyik desa, Rajabboyev Davronbek. Rajabboyev Davronbek. Qaysi Rajabboyevlardan bor? Matnik buni. Erkin 8-dagi. Hajiyev Mardonbek. Hajiyev Mardonbek yaxshi. O'qishlarga muvaffaqiyat. O'qishlar yaxshi. Yo'ldoshboyeva Gunoza. Yo'ldoshboyeva Gunoza. O, молодец. Kasal bo'lmaydi. Yaxshimi? Azada Mo'minova. Qo'zaxonniki. Mo'minova. Jamshiddan ismi bu Alochi. Bu Alochi, bosiq, tartibli qiziq. Hammasi ham yaxshi-da, istang shu gapga kirib qo'yapsan men. Ko'raman. Hammasi yaxshi o'quvchilar. Endi nima yaxshi ko'ryapsiz, sizga qodirman ham. Yaxshi o'qishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. 5-sinfda yana bundan ham yaxshi o'qishlar harakat etamiz. Bundan ham yaxshi o'qishga va'da beramiz, aynan. Va'da beramizmi tartibli, odobli o'quvchi bo'lishadi. Va'da beramizdan qani? Va'da beramiz. Tilini oldi.
hammangizga muvaffaqiyat tilab qolaman. Hammangiz ota-onangiz oldida sog' salomat o'ynab kelib yuringlar. A'lo baholar o'qinglar. Rahmat sizlar. Bundan faxriyat pullarni beraman. 15-maktabning 4-A sinf o'quvchisi Ilhombekova Sevinch Akram qizi o'quv faoliyatidagi a'lo natijalari, namunali xulqi va faol ishtiroki uchun tantanali ravishda topshiriladi. Kelajakdagi yutuqlaringiz yanada ulug' bo'lsin. Kimiki bo'lsa shuni o'qituvdami? Matubayeva Indira. Hammangizga shunday tilaklar yozilgan. Yusupov Temurbek. Jal o'qiyapsan. Ramazan Juratbek. Ana ta'lim kelaman. Hammangizga yaxshi tilaklar yozilgan. Shu tilaklarga loyiq bo'linglar. Alanazar Alayraxon. Yo'q, qama 5-sinfda. Allayab Sanjarbek. Jal aham o'qishlarga kirasizmi? Batir Vodila. Sizlardan umidim katta. Aytib qo'ying. Yusufbayev Ixlosbek. Ixlosbek 4-sinfda joylashtirdim. 5-sinfda sizlar yaxshimi? Mahmudov Nodirbek. Futbolchi bo'lishim uchun ham o'qish kerak. Yaxshimi? Javob o'qir. Fatima Nazima. Kamil Muhammadali. Ota-onangiz ham umidi katta sizlardan. Tushundinglarmi? Tahir va Nargiza. Bundan ham yaxshi oldu. Eski olib ketmaydi, yaxshi. Safarboyeva Mehribon. Shu tabriklarimiz bor. O'zingiz ustingizda ishlang, ko'p o'qing, yozda javob berishingizga deb qo'yman. Yusupova Shahzoda. Mashariy Boruxon. Yazılarım çıraylı, okşunan şunçak çıraylı olsunlar. Bahtiyar Kunyat Bey. Senen bir oyunda verildi. 5. sınıfta yapmaydı. Ustazlarımızdan maktalı işleymeyen 5. sınıfta sırada. Mahmud'u bıraksın. Nadir diye. Bundan hem yapsın. Yazamaz. Hüseyin ve Hayat Khan. Atahan Şahruh. Senden umidim katta Şahruh. Hammangizni bugungi bayram bilan yana bir marta tabriklayman. Ishlaringizda omad, ishlaringizda rivoj, kelajakda vatanga kerakli shaxs bo'linglar. Vatanimiz uchun xizmat qiladigan shaxs bo'lishinglar.
Assalomu alaykum qalbi daryo, mehri ziyo ustozlar, qadrli mehmonlar, bizlar uchun doimo yelib yuguradigan buvijon va bobojonlarimiz va ota-onalarimiz. Tadbirimizga xush kelibsiz. Mana bugun farzandlarimiz o'zlarining ilk ustozlari bo'lgan xayrlashib, yuqori sinfga qadam qo'ymoqdalar. İjozatingiz bilan hozir daviramizga tantanamiz sababchilari bo'lgan o'g'il qizlarimizni taklif qilsak. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzi qirmish shirin so'zlari, ahli raso, bilimga tashna, kulib turar sharas yuzlari. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik.
imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, kasblarning ichida eng sharaflisi o'qituvchilik va murabbiylikdir. Ustoz shu birgina so'z zamirida olam ma'no va hurmat mujassam. O'qituvchi soddir, kamtarin, ma'naviy boy, axloq ham pok insondir. Qalam tutib qo'limga ilk bor. Yozuv, chizuv o'rgatgan ustoz, eslagaymiz biz sizni ko'p bor ta'lim bergan birinchi ustoz. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimizning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Polvon va Suhmaropaga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli otalar, ustozlar, o'quvchilar. Mana 2025-26 yil o'quv yili ham nihoyasiga yetib qoldi. Bu yilgi bizning muvaffaqiyatlarimiz ancha. Mana bu o'quvchilarni ko'rib, bolajonlarni ko'rib ko'z quvonadi. Hayotlari ham xuddi o'zlariga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Mana bu turishlar, mana bu savlat to'kib turishlar, chiroyli kiyinib turishlar albatta vatanimizning tinchligidan. Ota-onalar bilan o'qituvchilarimizning o'zaro hamkorligidan. Hamma vaqt mana shu maktabga bir yaxshi farzandlaringizning yaxshi nomlarini eshitish uchun tashrif buyurasizlar. Shunday davom etaversin. Bu o'quvchilarga 5-sinf indiki yilda o'qishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bu 4-A sinf rahbari Rozimova Odila yangi birinchi chiqarayotgan qoldirg'ochlardan. Uning ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Ustozlar oiladan qaynonasi ustoz an'anani davom qildirib kelyapti. Eng sevimli maktabimizda o'z o'rniga ega bo'lgan 4-B sinf rahbarimiz Nuraddinova Muhabbatning ham ish faoliyati deyarli alohida o'ringa ega. Muvaffaqiyatlaringiz bardavom bo'laversin. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Mana shunday el orasida, yurt orasida hamma vaqt yaxshi nom bilan kasblaringizni sharaf bilan davom ettirishga, ishlaringizga rivoj tilaymiz. E'tiborda bo'ling, xalq orasida hurmatga sazovor bo'ling. Jajji o'quvchilarim, sizlarni ko'rib ko'z quvonyapti. Hamma vaqt shunday bo'lib yuring. Mana o'qituvchilaringiz qanchalik fidoyilik ko'rsatgani xuddi shu yerga kelinib o'z ta'sirini, o'z nimasini ko'rsatyapti. Agar o'qituvchingiz, ota-onangiz bir bo'lmaganda bunday chiroyli chiqishlar, bunday chiroyli tadbirlar qayoqda? Demak, ustozimiz, ota-onalarimiz hamma vaqt hamjihatlikda bundan buyon ham tarbiyani ham, ta'limni ham davom ettirib, shu 15-maktabning g'alabalariga, nimasiga, rivojiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Ota-onalar kelganingiz uchun rahmat. Mana o'qituvchilar yordamida tayyorlangan tadbirlarni ko'rib, maza qilib dam olasiz degan umiddamiz. Muhabbat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Mana bugun 25-may o'qish yilining oxirgi kuni. Bu o'quvchilarimizga kelgusi o'qishlarda ulkan parvozlar tilayman. O'qishlarni a'lo baholarga davom ettirib, kelajakda vatanimiz uchun ravnaqqa ulkan hissa qo'shadigan farzandlar bo'lib yetishsinlar. Ustozlari Muhabbat bilan Odilaga kelgusi ishlarda omad tilayman. Shunday mashaqqatli kasblarda yanada shunday o'quvchilarni chiqarishlariga, ishlariga omad tilab qolaman. Stars
dog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q yoki yaysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q o'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q qizg'al dog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q yoki yaysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q o'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang qizg'al dog'im senar dog'im ovun chog'im qizg'al dog'im senar dog'im ovun chog'im qizg'al dog'im qadring bilgan darding bilgan kiming bor kelib ketar bahor senga bevafoyo go'zalsanki senga bari gullar avyor hozirsan bir ohing tinglab qonang yo'q sonlanasan kelinchakday boshiga jayron o'tgan sirtmoqlarga yoshing to'kib qizil yuzing qandilimga turar tegib meningdek sen g'aribning ham parvoning yo'q qizg'al dog'im senar dog'im ovun chog'im qizg'al dog'im senar dog'im ovun chog'im qizg'al dog'im qizg'al dog'im senar dog'im ovun chog'im qizg'al dog'im senar dog'im ovun chog'im qizg'al dog'im yoshligida solgan tushib ketgan qiz tilgina solgan botib ketgan qiz yoshligida solgan tushib ketgan qiz tilgina solgan botib ketgan qiz dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar shirin so'zlaring jonim oladi meni shirin so'zlaring jonim oladi meni o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi meni o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi meni dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar dar kor mana dilbar
yakta qiyo boqmana dilbar dar kor mana dilbar yakta qiyo boqmana dilbar Gülüşleri çıraylı Gülüşleri çıraylı Kurbanımdan nazlanır Koyuşların çıraylı Sevmeymen hep içinden Sevişlerin çıraylı Dilber kuzi kara dilber Kaldır kaçma kaşları Başka bala dilber Dilber kuzi kara dilber Kaldır kaçma kaşları Başka bala dilber bazım başlanar Davra halinni oshnalar Endi bazım başlanar Yüreğide otu bara Barcha ko'ngil xushlanar Yüreğide otu bara Barcha ko'ngil xushlanar
barcha ko'ngil xushlanar yuragida o'ti bor barcha ko'ngil xushlanar Bugun o'quvchilarimiz bilan birgalikda tadbirimizga ota-onalarimiz ham tashrif buyurishgan. Bugun ota-onalarimiz uchun ham juda hayajonli kun. Farzandlarimizning 4-sinfni tugatishi bilan bugungi bayram bilan tadbirlash uchun so'z navbatni hurmatli ota-onalarga bersak. Hurmatli o'qituvchilar, mana bugun yakunlovchi 25-may o'quvchilarimiz 4-sinfni bitirib 5-sinfga qadam qo'yyotir. Qadamlari ulug' bo'lsin, o'qishlari yaxshi bo'lsin, tarbiyatlari yaxshi bo'lsin. Hammangizni shu muvaffaqiyatli yil bo'lsin. Yil hammamiz uchun, oilalar uchun, bolalarimizning o'qishlari yaxshi bo'lsin, o'qishlari girsin. Shu voyaga yetirib tarbiya etgan o'qituvchilarga minnatdorchilik bildiraman. Hammangiz kasbingizdan baraka topinglar, oilalaringizda muvaffaqiyatli bo'lsin, ishlaringiz ham muvaffaqiyatli bo'lsin. Hammangizni ulug' kichik tabriklayman o'qituvchilarni. Mana bu 25-may bitiruvchi 4-sinf o'quvchilar. Rabbiylar mashaqqatli ishlaringizda sizlarga uzoq umr, bor saodat tilayman. İşləriniz davamlı bo'lsin. O'qitgan o'quvchilarimiz vaqtli bir katta yutuqlarga erishadigan bo'lsin. Mana shu maktabdan chiqqan o'quvchilar oliy o'quv yurtlarida o'qib, ustozlarni bir joy-joyga qo'yadigan o'quvchilar bo'lsin. Muhabbat. Ortiqlarni, chovliqlarni bayramına kelib o'tirgan mamalarimiz bor. Xudoyim bizlar ham shularni yoshini bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari. Mana bugun 15-maktabda shunday bir shodiyona kun ekan, vaqtlarimizni ilk qadamlari desek ham bo'ladi. Katta hayotda ularni shunday voyaga yetirayotganimiz o'qituvchilar bilan birgalikda. Avvalo o'qituvchilarga rahmat aytamiz. Shularni hamma injiqliklarni chidab bizlarga yordam berib, shularni to'g'ri yo'lga solayotgan o'qituvchilarga rahmat aytamiz. Mumkin shu vaqtlarimizdan kelajakda olimlar chiqar, vrachlar chiqar, katta professor, buyuk odamlar chiqar. Shu vaqtdan shu ustozlarni eslab, shu maktabga kelib o'tirish Xudoyim hammamizga nasib etdi. Hammangizni shu bayram bilan bu yoshlarni, ota-onalarni hammani tabriklayman. Hammaga oq yo'l, hamma orzulagan niyatlarini erishsin. Hammangizni tabriklayman. Yine bugün 15-maktabda ustozlar kuni bitiruvchi vaqtlarimiz yine 4-klassni bitiryaptilar. Bularni ming rahmat. Shu vaqtlarimiz Xudoyim na'zir o'qimishli, oliy ma'lumotli bo'lgandan shu ustozlar faxrlanib yuradigan yetkazlar bo'lg'ay. Sizlarga kuch-quvvat, ishlaringizda omad, oilaviy baxt tilayman. Hamisha oila bo'linglar, muvaffaqiyatli bo'linglar. Shu bolalarimizdan oliy darajada o'qish Alloh nasib etib, o'qimishli oliy farzand bo'lib yetishinglar Xudoyim haqqi. Rahmat sizlarga hammangizga. Desek ham bo'ladi, katta hayotda
Bularni shunday voyaga yetirayotimiz o'qituvchilar bilan birgalikda. Avvalo o'qituvchilarga rahmat aytamiz. Shularni hamma injiqliklarni chidab bizlarga yordam berib, shularni to'g'ri yo'lga solayotgan o'qituvchilarga rahmat aytamiz. Mumkin shu vaqtlarimizdan kelajakda olimlar chiqar, vrachlar chiqar, katta professor, büyük adamlar çıkar. Şu vaqtdan shu ustozlarni eslab, shu maktabga kelib o'tirish Xudoyim hammamizga nasib etdi. Hammangizni shu bayram bilan bu yoshlarni, ota-onalarni hammani tabriklayman. Hammaga oq yo'l, hamma orzulagan niyatlarına erishsin. Hammangizni tabriklayman. Yine bugün 15. mektepte ustozlar günü. Bitiruvchi vaqtlarimiz yine 4. klasını bitiriyorlar. Bularni eng avvalo ustozlarga ming rahmat. Shu vaqtlarimiz Xudoyim nedir o'qimishli, oliy ma'lumotli bo'lgandan shu ustozlar faxrlanib yuradigan yetkizlar bo'ldi. Sizlarga kuch quvvat, ishlaringizda omad, oilaviy baxt tilayman. Hamisha oilaviy bo'linglar, muvaffaqiyatli bo'linglar. Shu bolalarimizdan oliy darajalarda o'qish Alloh nasib etib, o'qimishli şahıda tursa güzel Yarızmaz yarımı yanında yürse güzel Üzülse güzelmez şahıda tursa güzel Yarızmaz yarımı yanında yürse güzel Sultan bulup tahtı gel Ah koşulup tahtı gel Melikasın bahtı gel Binalar dursa güzel Sultan bulup tahtı gel Ah koşulup ahtı gel Melikasın bahtı gel Binalar dursa güzel Gül üzülse güzelmez Şahıda dursa güzel Yarızmaz yarını Yanıda yürse güzel Yanıda yürse güzel Çok sedav Çalsa işte bir nevam Arzuyunda giziba Yürekten ise güzel Esse acip çok sedav Çalsa işte bir nevam Arzuyunda giziba Yürekten ise güzel Gül üzülse güzelmez Şahıda ise güzel Yarızmaz yarını yanında yürse güzel Yanında yürse güzel Ağaylaşıp birbirin Aşkar etip varsın Sus kalmay şirin şirin Hayaller sürse güzel Ağaylaşıp birbirin Aşkar etip varsın Sus kalmay şirin şirin Hayaller sürse güzel Gül üzülse güzelmez Şahıda dursa güzel Yarızmaz yarını Yanında yürse güzel Üzülse güzelmez, şahıda dursa güzel Yarızmaz yarını, yanında yürse güzel Yanında yürse güzel Yanından ketkim kelmez
vaytat cho'milib sanatiga mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi voy mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi Çırayda sen tenki yok Endi halavetim yok Boynuma yürüşende Vaydat öylегini yengiyor Mast eyledi, sarmast eyledi Mening yuraginamga ishqni joyladi Voy mast eyledi, sarmast eyledi Mening yuraginamga ishqni joyladi Yanaqlaring qip-qizil, dudaqlaring qip-qizil Jinni qilasan vaydat saling saqilib sizil Yanaqlaring qip-qizil, dudaqlaring qip-qizil Jinni qilasan vaydat saling saqilib sizil Mast ayladi, sarmast ayladi Mening yuraginamga ishqni joyladi Voy mast ayladi, sarmast ayladi Mening yuraginamga ishqni joyladi Vaydat Ben bir narsani aytacakman, aytish kerakmi yo'qmi? Bugun qandaydir bir ayollar kuni bo'lib qoldi. Qatnashuvchilarimiz ham ayol onalar, asosan buvilar, o'qituvchilarimiz ham, ustozlarimiz ham Xudoyim shu pulni topib yurishi sharoitni yaratib berib turgan o'g'illarimiz sog' bo'lsin. Shu sharoitlar uchun ishlab yuribdi, oila uchun yuribdi. Nazira opa yaxshi aytib bir duo etib beringki, ota-onalarga yana bir so'z beramiz. O'g'illarni bir duo etib qo'ying shunday yerda. Qara qanday sharoitlar yaratib berib qo'yibdi. Ana hammangiz qo'llaringizni ko'taring. Allohim shu o'g'illarimizni o'lmas o'g'il yetmas davlat etib bergan bo'lgan shu yurtimizga Xudoyim bir yaxshi hokim bo'lib, bir ulug' ishlarda ishlaydigan bo'lib, o'z ro'zg'orlarini o'zlari suradigan mard yigitlar bo'lsin. Ularni o'qitib turgan ota-onalar, o'qitib turgan o'qituvchilarga millionlarga rahmatlar aytamiz. Xudoyim hamma vaqtlaringiz yetmag'i, davlatingiz qaytmag'i, hamma xonadonlaringizda shunday yaxshi kunlar, shunday tadbirlar, maktablardan bo'lavergi. Sirtda yurgan, Rossiyada yurgan o'g'illarimizni hammasini Xudoyim yo'li oq, yo'ldosh haq o'g'ay kisay karamlarni Allohim baraka bergi. Hammangizni xonadonlaringizga hammasini yetirib bitmasingiz bitiradi. Yigitlarimiz bor, azamatlarimiz sog' bo'lsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Shu o'rtada yurgan diktir bolalarimiz ham hamma shu yerda qatnashib turgan o'g'il qizlar, o'qituvchi ustozlari hammasini mingdan bir rahmat aytaman. Kasblaringiz Xudoyim omadli bo'lsin. Hammangizga Xudoyim shu yaxshi yil bo'lsin. Xonadonlaringiz ham Allohim baraka bergi. Hammangizga rahmat aytaman. Hammangizni yaxshi kunlarda ko'rishni Allah nasib ro'ziga aylagin Xudoyim. Amin. Alhamdulillah. Yana bir buvijonimiz kelib o'tiribdi. O'zini yaxshi tilaklarni bugun bir emas 2 hafta bor. Assalomu alaykum. O'qituvchilar, ota-onalar, hammangizni shu kungi bayram bilan tabriklaymiz. Xudoyim shu yetishib keltirgan bolalarimizni ilk qadamini tashladilar. Sizlarning o'qimishlar, farzand bo'lib yetishinglar.
Xudoyim ertang shularni borib o'qigan yerlarida sizlarni o'zlaringizdan rahmat eshittiradigan, ota-onasine rahmat aytadigan farzand bo'lib yetishsinlar. O'qimishli, oliy ma'lumotli bo'linglar Xudoyim. Öz farzandlarini misali ovozimdanmi tanishini aziz bilib olamiz. Bu meni ota-onam. Taniqli 3-farzandi menda o'qiyapti. Ikkisini ham men o'qitdim. Vodilaniki. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Kamera çıkıyor mu zaten? Ayı. 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 Mobil. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Indira. Mikrofon. Itu Oğul Baba Oğul Baba. Ayı. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Ayı. Yok. Ayı. 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 Yok. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. Yok. Ayı. 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 Ayı.
Oye. Oye. Yo'q. Oye. Yo'q. Oye. Yo'q. Oye. Yo'q. Oye. Yo'q. Oye. Yo'q. Oye. Mikrofonda taqdim turibdi, mikrofonda. Oye. Yo'q. Oye. Yo'q. Oye. 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 Mikrofonda taqdim turibdi, mikrofonda. Oye. 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 Behuda ketmadi qilgan mehnatlar. Siz uchun yaralsin bari rohatlar. O'quvchiman sizga go'yo farzandlar, jon fido oylagan birinchi ustoz. Bugungi 1-sinfdan boshlab 4-sinfgacha birinchi qo'lga ruchkani ushlab partalarga o'tirg'izgan birinchi ustozlarga bugungi bayram bilan tadbirlash uchun siz navbatingiz uzr. Nurdinova Muqotopa. Rahmat. Assalomu alaykum. Qadrli ota-onalar, hurmatli hamkasblar. Yana bir kichkina tadbirimiz orqali o'qituvchilarni mehnati, ota-onalar bilan bo'lgan munosabatini bir kichkina ko'rinishda ko'rsatib berdik. Ozgina vaqtini farzandlari uchun ayami kelgan ota-onalarimizga avvalambor kattadan katta rahmat aytaman. Xudoim shu farzandlari men o'ylagandan ham, o'zingiz o'ylagandan ham yuqori natijalarga erishsin. Hozir qanday yutuqlarga erishaman desa, hamma sharoitlar bor. Bilasiz, o'zingiz davringizdan ko'ra hozirgi farzandlarimiz uchun qo'limizdan kelgancha hamma sharoitni yaratib berdik. Aziz o'quvchilarim, 4 yillik farzandlarim. Barchangizga kelgusi o'qishlaringizda omadlar tilayman. Xudoim yetuk insonlar bo'lib sizlarni hamisha shu yutuqlarga erishib yurishingizni
eshitib quvonib yurgaymiz. Voy. Rahmat. Prezident maktablariga kirgaysizlar. Kamida ixtisos maktabiga kiring. Men aytaraman maktabda qolingda, lekin sizni o'sib borishingiz men uchun muvaffaqiyat. Siz o'ssangiz men ham o'saman sizga qarab. Hamma yaxshi, ezgu niyatlarim, o'zimni farzandlarim qatoridasiz. Hamisha sizlarni yaxshi ko'raman. Shu bergan mehrimni oqlab, ota-onangiz oldindagi burchingizda hamisha fidokorona oqlab yurgaysizlar. Yuzini hech qachon yerga qaratmang. Barcha yaxshi ezgu tilaklar siz uchun. Hamma shunday bir hurmatga, izzatga ega bo'lib o'rgaysizlar. Shogird ustozlar, ustoz shogirdlar. Odilaxon, o'z tilagingizni bildiring. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, ustozlar. Hammangizga rahmat deganingiz uchun. Shu o'quvchilarim ham kelgusida ishlarda va o'qishlarda omad tilayman. Ustozimizga hamma tilakini qo'shilaman. Rahmat yana bir bor kelganlaringizga. Bir uyda o'sibmiz yetti polapon, birday mehr olib ota onadan. O'zgacha bir dunyo bugun qarasa, beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Dadam qaytar edi daladan charchab, erkalik qilardik gohida o'ynab. Ham qora qumg'onda choyimiz qaynab, barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Yamoq ko'ylak kiyib onam megniga, yetsin deb bollarim kamu cho'zdiga. Chidam berib bu hayot tashvishiga, bir hovlida o'sgan kizni sog'indim. Bizlar totuv edik juda mehribon, yesakda qora non, ichsakda ayron. Bugun sal sovuqmiz, o'zim ham hayron. Mehr to'la ko'zlaringni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim.
ko'ngilda o'sibmiz yetti polapon. Birday mehr olib ota onadan, o'zgacha bir dunyo bugun qarasam, beg'ubor bolalik kezni sog'indim.